Assalomu alaykum hammaga. Efirda yana Morningstar kanali. Bugungi videoroligimiz, ya'ni Morningstar kanaliga 1 yil to'ldi. Shu 1 yil ichida 1 yil oldek men shu kanal ochaman. Shu o'zim bilgan narsalarni o'sha odamlarga oz bo'lsa-da o'rgataman degan niyatda ochdim bu kanalni. Aslida men bloger emasman. Ya'ni kanalga like bo'lsang, podpisatsiya bo'ling, unaqa narsalarni aytmayman, chunki odamlarni o'zi qiziqib, ya'ni kriptovalyuta bo'yicha shu ma'lumot olay degan odamlar mana podpisatsiya bo'lgan. Mana 1 yil ichida 822 ta podpisчик bo'lgan. 822 ta podpisчиga bizlar uchun, ya'ni kanalimizga qiziqqani uchun ham bizga biz bundan xursandmiz. Masalan, shu kanaldan ozgina bo'lsa ham foydali ma'lumotga ega bo'layotganligidan. Endi 2022-yilga qilayotgan rejalarimiz ko'p. Oldek hammani kirib kelayotgan 2022-yil yangi yil bilan tabriklab qolaman. Hammani xonadoniga tinchlik, xotirjamlik, baxtul omad yor bo'lsin. Ya'ni kimdir birjalarda savdo qilayotgan bo'lsa, savdosini bersin, hammasini omadini bersin. Sotib olgan kriptovalyutalari %1,000,000 ga oshib ketsin. Endi birjada biz yaqinda ish boshladik. Aslida birjani ichida 5 yildan beri yuribmiz. Chunki birdan hamma narsani birdan ko'rsatish ko'pchilikka og'ir bo'lib qolishi mumkin yoki xato qilib qo'yishlari mumkin. Chunki hamma narsani tushuntirib boryapmiz, noldan xavfli tomoni, plus, minus joylari. Xo'sh, 2021-yilda biz nechta kriptovalyuta sotib oldik? Adashmasam 30 ga yaqin kriptovalyuta sotib oldik. Hozir uning eng katta aktivimiz Shiba kriptovalyutasi bo'lib 1 million donaga yetdi. Bu 3-4 ta birjada olingan kriptovalyuta hisoblanadi. Uzoq muddatga olganmiz. Qisqa muddatga 5 ta kriptovalyutada ishlayapmiz. Bular Dash, Litecoin, Zcash, Monero, Bitcoin Cash, yana bir 2-3 tasi bor. Shularda qisqa muddatli ishlayapmiz. Ya'ni qolgani 30 ta kriptovalyuta uzoq muddatli, ya'ni 4 yil 5 yil atrofidaga sotib olganmiz. Kanalda ya'ni 2022-yilda biz 1000 ta kriptovalyutani sotib olmoqchimiz. Shuni ketma-ket video qilib boramiz. Kanalni, ya'ni shu kanalni qo'llab-quvvatlaganlarga kattakon rahmatimni aytib qo'yaman. Katta rahmat hammaga. Shu kanalda ozgina bo'lsa-da ma'lumot berayotganimizdan xursandmiz. Lekin ko'pchilik yozadi, blogermisiz? Yo'q, men bloger emasman. Prosta ko'pchilik kriptovalyutani unchalik yaxshi tushunmaydi, lekin eshitgan. Shu o'zimizda bor bilimlarni o'sha odamlarga berish maqsadimiz. Odamlar xato qilib qo'ymasin, bor pullarini kriptovalyutaga sarflab yuborib, ya'ni pulidan ayrilib, tushkunlikka tushib, stress olib, shu maqsadida yomon ahvolga tushib qolmasligi maqsadida videolarni tushuntirib boryapmiz. Nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, nima qilmaslik kerak. Bugungi videoroligimiz shundan iborat edi. Ya'ni 2021-yilda eng oxirgi videoroligimiz shundan iborat bo'ladi. Yangi yil hammaga omad yor bo'lsin. Hammaga omad olib kelsin. Hozircha shu Morningstar kanalini kuzatib boringlar. Hammaga hozircha